Assalomu alaykum Beka o'z kanalining aziz obunachilari hamda kuzatuvchilar. Bugun biz Shahrisabzning Mirake suv omboridamiz. Bu yerdagi 100% bo'lgan atmosferani sizga to'la-to'kis tarzda yetkazib berish uchun bugungi vlogimizni tashkil etdik. Bugun biz Shahrisabzning eng mashhur bo'lgan joylaridan biri Mirake suv omboridamiz. Bu yerdagi bor atmosferani sizlarga iloji boricha maksimal darajada yetkazib berishga harakat qilaman. So'nggi 5 daqiqangizni men bilan maroqli o'tkazasiz degan umiddaman. Qani ketdik. Assalomu alaykum do'stlar. Bugun sizlarni Qashqadaryo viloyatining Mirake hududida joylashgan go'zal Hisorak suv omboriga sayohatga olib boraman. To'g'risi, bu yerga kelishingiz bilan musaffo moviy suv, osmono'par tog'lar, toza havo va qushlarning yoqimli sayrashi to'g'risi ko'ngilga huzur bag'ishlaydi. Katerga chiqishdan oldin u yerdagi narx-navolar bilan shaxsan o'zim tanishdim. Kemada uchish narxi har bir odam uchun 50 ming so'm tashkil etadi. Agarda siz oilaviy uchmoqchi bo'lsangiz, 12 yoshgacha bo'lgan bolalarga mutlaqo bepul. To'g'risi, kemada birinchi marta uchishim bo'lganligi sababli juda ham hayajonlandim. Buni to'g'risi til bilan ta'riflash juda ham qiyin. Undan so'ng esa biz kanat narxlarini aniqlash uchun yuqoriga qarab yo'l oldik. Ayniqsa bu yer quyosh botayotgan paytda juda ham go'zal bo'lib ketar ekan. To'g'ri kirib kelishimizda kanatga uchishimiz uchun kassa joylashgan ekan. Bu yerdagi narxlar kishi boshiga 120 ming so'mni tashkil etadi. Yosh bolalarga esa yarim narx, ya'ni 60 ming so'm. Yon qismimizda esa oynali shisha joylashgan va hattoki orqa qismida bolalar uchun o'yin maydoni hamda bemalol ovqatlanishimiz uchun shunaqa stolovlar joylashgan. Kanat hamda shishali oynani sayr qilganimizdan so'ng esa biz to'g'ri piknikka yo'l oldik. Piknik davomida to'g'rimdan qanaqadir daraxt chiqdi, nomini bilmayman, lekin juda ham mazali ekan. Toshlar orasidan chiqqan suvni mahalliy aholi shunaqa shlankalar tiqib, muzdek suvni maza qilib ichitar ekan. Hash-pash deguncha kech tushganini ham bilmay qoldik. To'g'risi, bu manzaralarni inson ko'zidek bu telefonlar, kameralar hech qachon tasvirlab bera olmaydi. 1000 marta eshitgandan ko'ra 1 marta baho bering. Va nihoyat biz 8 soatlik sayohatdan keyin uyimizga yetib keldik. E'tiboringiz uchun rahmat.